Diqqat! Yaqin Sharqda vaziyat tobora keskinlashmoqda. Hizbulloh tashkilotining rahbari Naim Qosem Livan hukumati va Isroil o'rtasida o'tkazilayotgan muzokaralarni rad etdi. Ayni paytda bu muzokaralar AQShning Washington shahrida bo'lib o'tmoqda. Livan davlat axborot agentligi xabariga ko'ra, ikki tomon o'rtasidagi dastlabki muzokara bosqichi yakunlangan. Isroilning AQShdagi elchisi esa Livan hukumati Hizbulloh ta'siridan chiqishni istayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, muzokaralarda Livan va Isroil o'rtasida aniq chegaralarni belgilash bo'yicha uzoq muddatli reja ham muhokama qilingan. Bu orada Isroil Livanning janubiy hududlariga havo hujumlarini davom ettirmoqda. So'nggi zarbalardan biri Bent Jibeyl qishlog'i atrofida amalga oshirilgani xabar qilindi. Hududda kuchli portlashlar va tutun ko'tarilgani kuzatilgan. Hizbulloh esa Isroilning Shlomi shaharchasidagi harbiylarga qarshi dronlar guruhi bilan hujum uyushtirganini ma'lum qildi. Hozircha bu da'volar mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Shu bilan birga AQSh Eron portlariga qarshi blokadani davom ettirmoqda. AQSh harbiylari Hormuz bo'g'ozida bir nechta harbiy kemalar va minglab askarlar bilan nazorat olib bormoqda. AQSh rasmiylari bu operatsiya Eron portlariga kirib chiqayotgan kemalarni to'xtatishga qaratilganini bildirdi. AQSh prezidenti Donald Trump esa Eron rasmiylari AQSh bilan aloqa qilganini va kelishuvga erishish istagini bildirganini aytdi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, AQSh va Eron o'rtasidagi yangi muzokaralar yaqin kunlarda Pokistonda o'tkazilishi mumkin. Boshqa tomondan, Isroil kuchlari himoyasi ostida ayrim yahudiy ko'chmanchilari Quddusdagi Al-Aqso masjidi hududiga kirib, diniy marosimlar o'tkazgani ham xabar qilinmoqda. G'azza shahrida esa Isroil hujumi oqibatida kamida 4 nafar falastinlik halok bo'lgani aytilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres mintaqadagi vaziyat yuzasidan ogohlantirib, bu inqirozni harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmasligini ta'kidladi. Uning aytishicha, keskinlikni kamaytirish uchun jiddiy muzokaralar qayta boshlanishi zarur. Yaqin Sharqdagi vaziyat hozircha juda keskin bo'lib qolmoqda. Eng so'nggi yangiliklar bilan sizlarni xabardor qilib boramiz.